Aka, xazinem dərisxanəsi balalar çöçəkləri yollabdı. Hə, bana mən gəldim, umaq sınlım. Balalar çöçəkləri anlamakçı olsanız Xazinem YouTube kanalını qoşulun. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Oy, oma qızım da xohlamabsizgu? Opa, men bugungi hayvonotda bog'chisiga borgan maymunchaq bilan toshbaqani bek yaxshi ko'rib qoldim. Agar ashuna hikoyasi bo'lsa anglag'im bordi. Maymunchaq bilan toshbaqaningmi? Bo'ladi, oma bolam. Amsa bu ishki hayvonning tuandagi bir hikoyasi bor ekan, biz birlikda anglab boqamdi. Hadi yaxshi, ma'qul. Amsa ko'zingizni yumib biting bolam. Jarohat va aldinish. Burungi zamonda maymun bilan toshbaqa qadimas do'stlardan ishgan. Bir kuni ular munozirlashib qopdi. "Meningcha jarohat oldinishdan yomon", debdi maymun. "Jarohatlangan yerni dori bilan davolashga bo'ladi. Jarohat o'rnimi tuzli yo'qolib ketadi, ammo birning oldam holatiga tushib ketish kishini umr bo'yi azoblaydi", debdi toshbaqa. "Undoq bo'lsa sinab boqayli", debdi maymunchaqma ham. "Bo'pti, sinasak sinishayli", toshbaqimi qo'shilibdi. Shuning bilan maymun toshbaqani palti bilan birni urib jarohatlantirib yetibdi. Toshbaqa badandagi jarohatlangan yerga ozroq dori surib qo'yibdi. Uzun o'tmay jarohat o'rni saqayibdi. Toshbaqa saqaygandan keyin bir tup zaytun daraxining tubiga kelib, daraxtning yildizi ostidan ushoq qurtlarni ko'labdi. Qurtlarni xeli ko'p yiqqandan keyin qarimuch, tuz va moy bilan qo'rib intayin mazlik ta'mga kirgizibdi. Ondan u qurtlarni daraxtning ustiga olib chiqib, bir-birlab daraxt shoxlarining uchiga bog'lab qo'yibdi. Shuning bilan bu daraxt mevalik daraxtga o'xshab qopdi. U bu ishlarni tugatgandan keyin maymunning qishig'i kelib, "Men bugun shoxlarni ko'tarolmay qolgan bir tup meva daraxtini ko'rib qoldim. Sen berib rosa yeb kelamsan?" debdi. "Qandoq daraxtkan u?" "Bir tup zaytun daraxti", debdi toshbaqa. "Ko'rib boqay, meni tez boshlab borgin", debdi maymunchaq taqatsizlik bilan. Toshbaqa maymunni heliqi qurtlarni bog'lab qo'ygan zaytun daraxining tubiga boshlab ketdi. Maymun daraxtga yamishib chiqibdi. Toshbaqa shuhan itning qishig'iga yugurib berib uningga, "Men bir maymunni ko'rdim. U hozir zaytun daraxining ustida qoldi. Sen uni tutib olsang bo'lamdi", debdi. "Hov, meni tez boshlab borgin. Men uni cho'qim tutib olayman", debdi itmo. Toshbaqa itni zaytun daraxining yeniga boshlab beribdi. "Ham, qara, u daraxtning ustida o'ltirib qurtlarni toza hozirlanib yeyotdi", debdi. Shit shuhan zaytun daraxiga qarab yuguribdi. It daraxtning tuyiga kelishiga maymun qo'rqib ketib, o'zi turgan daraxtdan yana bir tup daraxtga sakrabdi. Shuning bilan daraxtning shoxlaridagi heliqi qurtlar qiqilib ketib, yerni bir opdi. It ochko'zlik bilan qurtlarni yerdan terib yeyishga boshlabdi. Qurtlarning tatliqligidan itning yegansir yegisi keldi. It to'p-to'g'ri 3 kun daraxtni aynib yurib, heliqi qurtlarni terib yeb mazza qilibdi. Maymun shuninggacha daraxtdan tusholmay turibdi. 3 kecha kunduz hech nima yemay ichmay ham qo'rqib madordan ketgachga
barğansıri juda quruq ustixon bo'lib qapti. 3 kundan keyin bu yerga bir yilpiz kelib qapti. Yilpizni ko'rgan it badari qechibdi. Shu arada yilpizmi daraxtdagi maymuni ko'rib qapti. Toshbaqqa o'milab kelib yilpizga: "Qara, bu maymun judab ko'zlari o'ltirishib qolganlikdan o'layli deb qoldi. Badanda go'sht didarimi qolmabdi" debdi. "Rost shundoq deysan." Yilpiz shundoq deb ketib qapti. Maymun daraxtdan aralla tushibdi. "Qara, mening jarohatim tuzli saqaydi. Biroq aldamchilikning sana keltirgan ziyni hech tugamayotidi. Mana ochliqdan qaysi holga tushib qolding? Amdig'i bilgansan maymunjoq" debdi toshbaqa maymunga qarab. Maymun ham tushunganlikdan beshini lang'ishtib, tuvan sap ko'ngli yerim holda ketib qapti. Uma qizim, bugun sizga aytib bergan bunu toshbaqa bilan maymunning hikoyasidan siz nimalarni his qildingiz? Agar bir kimim men qilalayman, sen qilolmaysan desa, o'zi ziyon tortib qoladi. Uma balam, to'g'ri. Biz do'stlarimizni aldasak, ham ko'nglini ranjitib qo'ysak, u menga ko'ngildan chiqmaydi ekan, shundaq-ku? Shunday. Tan zaxmimiz saqaygan bilan dil zaxmimiz saqishga uzun vaqt ketadi ekan, Uma qizim. Shunga atrofimizdagi yaqinlarimizga doim yumshoq so'zimizni ham ularga ko'ngil bildirganligimizni ifodalab turishimiz kerak ekan, shundaqmi? Endi uxlamdik, Uma balam. Hozir mening uyqum keldi. Tatlı balam, shirin sizga hamroh bo'lsin. Atyanmish vaqtda hikoya aytib beray bo'lamdi? Bo'ladi. Xayrli kech.